hozir necha yoshdasiz? Bolaligingizdan hozirgi yoshingizgacha hamma o'y-xayollarimiz sizda ham, menda ham mana shunday ongimizda saqlangan. Va mana shularning orqasidan hayotingizdagi hamma muammolaringiz kelib chiqadi. Munosabatda, omadda, ishda hammasi sizga aytilgan yoshlikdagi gaplar, ko'rgan voqealaringiz hamma bir xil oilada tug'ilmagan. Mana shu o'y-xayollarni orqasidan mana shunaqa hayotingizda har xil muammolar kelib chiqadi. Muammolar kelib chiqmasligi uchun esa keraksiz o'y-xayollarni to'qish va kerakli sizga yordam beradigan hislarni qayta kiritish kerak. Bu qanaqa qilinadi? Ikkita omadliga qo'shilsang, uchinchi omadli san bo'lasan. Ikkita baxtliga qo'shilsang, uchinchi baxtli san bo'lasan. Ikkita boyga qo'shilsang, uchinchi boy san bo'lasan. Xuddi shunaqa o'zingiz uchun atrofingizdagilar kimligini yaxshilab biling. Agar siz xohlagan hayotda yashayotgan odamlar sizning hayotingizda yo'q bo'ladigan bo'lsa, ana shu insonlarni hayotingizga kiriting. Ularga qo'shilishga, ulardan o'rganishga harakat qiling va ularni kuzating. Negativ va sizni hayotingizga yaxshi ta'sir qilayotgan insonlardan esa uzoqlashing.